18. Şəhərlərinin anısı. Məkkə, uçar quşlarmı uçmaydigan bir dəşti çölünün bağrıdan volqan lavulları etilib çıqqan taş ormanlarının o'ttirsidagi tar bir vodiga qurilgan kichik peyil, kamtar bir shahar. Atrofi yalang'och va o'tkir qop-qora volqan gigant toshlar bilan o'ralgandir. Sharqiy janubiy Abu Qubays va Ajiyat tağları yuqurlab tövenlab bir zanjirsimon holatda Ka'baga yuzlangan holda ta'zim uchun qiyomda qo'l bog'lab turadi. Shimolida Hind tog'lari, Savir tog'lari, g'arb tarafidan bir oz jiroqda yana Yanar tog' davonlari. Makkani qo'rshab turgan bu tog'larda ko'pincha yerlar cho'l rangida sarg'ush ko'rinadigan sho'r toshlardek ko'zga cheliqsimi, umuman tutuq qora qiyo toshlardan tuziladi. Tuproq yo'q degidek darajada oz. Dengiz yuzidan egizligi unchola egiz bo'lmagan taqdirdimi, Hira teg'i 500, Savir teg'i 650 metr keladigan, hammasi degidek bir varonkaga o'xshash tik va o'tkir, hamda ko'pincha vaqtlarda bir parcha qiyo toshlardan tuzilganligi uchun texmi hayvatlik va azimatlik ko'rinadi. Makkaning o'ttirsida yer algan bu lava qiyo toshlardan tuzilgan qor to'pliklar bilan o'ralgan ancha-muncha ko'tarilgan bo'lib, bu rayonda yuzlarcha o'ymonliq bor. Muzdalifaning, Minoning va Arafatning bu o'ymonliqlardan biri ekanligi osonlik ko'zga cheliqadi. Haqiqatan bular ichida Makka shahri bo'lgan bu rayonning jug'rofiyaviy yer shaklidir. Makkaning eng dastlabda qachon qurilganligini so'rasangiz tarixiy manbalarda berilgan, bizni toza qoyil qila olmaydigan o'xshamagan javoblarga erisha olasiz. An'am surasining 97 va Shura surasining 7 oyatidan boshlab javob izlaydigan bo'lsak, Makkaning yer yuzida inson balasining tunji qurgan shahri ekanligini bilib yetimiz. Chunki Qur'on uningga Ummul Qura, ya'ni shaharlarning onasi ismini bergan. Bu Qur'on Makka oilasini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun biz nozil qilgan, uningdan ilgari nozil qilingan Tavrat va Injilga o'xshash kitoblarni e'tirof qilguvchi muborak kitobdir. Oxiratga iymon etganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarini o'z vaqtida ado qiladi. Sura An'am 92 oyat. Oyatda va Shura surasining oyatida tilga ilingan shaharlarning onasi ifodasi bu oyat bilan birlashtirilib o'qilishi kerak. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir. Jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimiki inkor qiladigan, ya'ni hajni tark etadigan zini o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Sura Al-Imron 96-97 oyatlar. Ka'ba yer yuzida qurilgan tunji ibodat yeridir. Makka bo'lsa barliq shaharlarning onasi, ya'ni inson naslining tunji madaniyat bushki. Musulmon tasavvurchiligi Ka'ba va Makkaga mushundaq bir vazifa yuklagan. Undaqda Ka'ba Makkani tuqqanmi yoki Makka Ka'banimi? Tarixshunoslar oldi bilan insonlarning yerlishishi, ondan bu insonlarning ommaviy bir sorun paydo qilishi va orqadilla bir ibodat yeriga ehtiyojli bo'lishini ko'zda tutib, Ka'bani Makka shahrining tuqqanligini so'zlashidi. Faqat eg'iz-eg'izga qilingan rivoyatlar musulmonlarning tasavvurida Ka'ba Makkani tuqqan Ana Rahimdur degan qarashni paydo qilgan edi. Bir ta'birga qaraganda ilohiy hokimiyatni tamsil qilgan arshning ostidagi
Baytul Ma'murning yer yuzidagi iznasi qilib qurilgan Kaaba insoniyatning tunji otisiga ibodat yeri qilib berilgan edi. Haqiqatan Makka bu tunji ibodat joyi, ya'ni atrofiga kengaytib shaharlashgan tunji yashash makonidir. Yuqoridagi oyatda aytib o'tilganidek, uning ismlaridan biri, balki Makka bo'lib mashhur bo'lishdan ilgiriki qadimki ismi Bakkadir. Ba'zi qarashdagi olimlar Makka degan ismning asli Bakkadan kelgan deb qaraydi. Tavrat, Zaburdumu ismlari tilga ilinadi. Naqadar qutluqdir sening uyingning aholilari doimo sana hamd aytadi. Naqadar muborakdir u inson quvvati sendindir. Uyingga ketadigan yo'lga ko'ngil bergan inson Bakka vodisidan o'tganida uni ishsiz va kuchsiz qo'ydi. Mazmunlar 84-6. Kitobi muqaddas tarjimonlari g'alita va sababi aniq bo'lmagan bir ishni qilib, tekstda tilga ilingan Bakka degan so'zni ko'z yeshi vodisi deb o'zgartib etgan ekan. Bu tarjima bilan tekstning asli ma'nosi o'ttirisida hech bir farq yo'qdir. Payg'ambar alayhissalom Makkadagi haram rayonining tunji bo'lish sifatiga ega bo'lishga munosabatlik mundoq degan edi. Bu yer Allah yerni va osmonni yaratgan vaqtidan beri muqaddas qilgan bir makondir. Bu makonga Allohning amri bilan qiyomatgacha hech kim chiqila olmaydi. Shu sababdan tabiiy o'simliklarni buzishga, hayvonlarni urkitishga shariat hukmi bilan ruxsat qilinmagandir. Ibn Saq Makkani Allohning malakutining yer yuzidagi poytaxti deb ta'rifladi. Deb tasvirlagan bo'lsa, boshqa tarixchilarmi uni yer yuzining kindiki deb atashgan edi. Shu tarafı aniqki Makka va Ka'baning tarixi Hazreti İbrahim bilan boshlanmagan. Hazreti İbrahim bir boshlig'uvchi, noldan boshlig'uvchi emas. İbrahim surasining oyatlaridimi bu nihoyatda aniq ifoda qilingandir. Yer yuzining nihoyatda keyingi davrlarda cho'llikka aylanadigan rayonlarning qadimki zamonlarda insonlarning yerlashishiga eng muvofiq tunji suvliq va yeshillikqa purkangan yerlar ekanligi barliq insonlar bilib ketgan oddiy bir haqiqatdir. Asosan 1000 yilda bir qitim yuz berdiganligi tekshirib tadqiq qilingan iqlim almashish hodisasimi buni isbotlaydi. Shundoq, insonlar eng burunqi zamonlarda o'ltiraqlashishga eng munosib kelgan bu rayon yer shari xarakterlik iqlim almashish hodisasiga duch kelib, cho'llashib, qurg'oqlashib ketgan edi. Bu sababmi bu rayondan boshqa yerlardagi munbat tuproqlar ko'chib ketishni keltirib chiqargan. Hazreti İbrahimning tunji ajdodlarining bu rayondan ko'chib ketgan qavmlardan ekanligi ehtimolga to'lim yaqinkan. Bu zaminga tunji qarg'inimizda ko'zimizga cheliqqan jug'rofiylik haqiqat bu zaminning hozirgi shart sharoitlarga qaraganda insonlarning o'ltiraqlashishiga hech munosib emasligidir. Bu rayonda eriq o'stan va yoki ko'lga o'xshagan tabiiy suv manbalari yo'q. Rayonda ziroat terilishga mos keladigan tuproqmi yo'q. Rayonda boqmachilik qilishga munosib iqlim va o'tloqmi yo'q. Balası İsmail ve onun anisi Hacerni bu insonsiz ve qurg'oq rayonga keltirgan İbrahim aleyhisselam'ı bu haqiqatni bütün hali bilan ko'rib yetgan. Yuqorida tilga olgan İbrahim surasining oyatida rayonning bu passib alohidliklarni hisobga elib, oilasini faqat ibodatli qilsin, yaxshi bir banda bo'lsin degan maqsadda mushundaq yashash sharoiti intayin qiyin bo'lgan zaminga yerlashtirganligini ifodalab, Allohdan ularning rizqlantirilishini tilab duo qilganligi bayon qilingan. Axbaru Makkaning yozg'uvchisi Arzoqining bayon qilgan egizcha rivoyatlarga oid mashhur bir rivoyatga qaraganda Kaaba samoda
meleklerning tavob qilgan Baytul Ma'murning yer yuzidagi iznosidir. Buningga qaraganda Al Baytul Ma'mur metafizik Kaaba bo'lmoqdadir. Qaysi bir vaqt Kaaba va Makka so'z temisi bo'lganda mutlaq egizcha va yozmicha rivoyatlarning o'ziga aloqador qilganligi va Kaabaning arishdagi asli deb tushunilgan Baytul Ma'mur tasavvuri uqum jihatdan Qur'onga asoslanadi. Tur surasida tilga ilingan Kaaba dal shu Baytul Ma'murdir. Tafsirchilar bu simvollik ifodani har xil tushundirdi. Tarixchi Arzaqi Kabi al-Baytul Ma'murni 7-chi osmonda bo'lgan va har kuni u yerni 70 ming farishtalarning tavob qiladigan Ka'baning onasi bo'lgan ma'naviy bir ibodat qilinguvchi jism deb sifatlagan. Mufassir Qozi Bayzavi Kabi uni tamoman majozga tava qilib mu'minning qalbidir deganlarmi bor. Har holatda Al-Baytul Ma'mur Ka'bani tug'mush Makka yer yuzidagi madaniyat bo'shigi bo'lgan barliq shahar kentlarni tuqqan ekanmish. Bu tasavvurda Ka'ba haqiqatan yer yuzidagi hayotning bo'sog'isidir. Hayot yer yuzini bu eshikdan kirib qadam tashrif qilgan edi. Albatta yer yuzining sharaflik mehmini inson o'g'liningmi tunji ko'ringan yeridir. Bu egizchi rivoyatlarga deyilishicha magma holatidagi yer sharida tunji dasalgan rayon bu yer edi. Yana to'pondan keyin tunji qurgan rayon bu yer edi. Shu holda haj insonning yer yuziga bo'lgan tafakkuridir, rahmatidir. Chunki musulmon tasavvurida Makka inson hayotiga bag'rini ochgan tunji makon deb qabul qilindi. Egizchi rivoyatlarda deyilishicha Al-Baytul Ma'murning yer yuzidagi iznasi bo'lgan Ka'bani tunji qitim ibodat yeri sifatida ishlatgan kishi inson naslining otasi odamdir. Ka'baning tutgan o'rni bir volqon eg'izi ko'rinishini berdi. Yer yuzining shakllanish davrida bu yerda vujudga chiqqan dahshatlik bir volqon etilib chiqish bilan atrofni qurshab turgan egizliklarni shakllantirganmish. Hatto ikkinchi avlodga mansub ataning bergan ma'lumotiga ko'ra Abdulloh bin Zubayr Amaviy qo'shinining manchanoq bilan vayron qilgan Ka'bani yangidan yasagan vaqtida ishchilarga Ka'baning asosiy uliga qadar qazishga buyruq qilgan ekan. Uli qizilgan seri tögi cho'nliqdagi toshlar yerlashtirilgan bir ziminga uchirishibdi. Ularni etishga shundoq kuchigan bo'lsa-mu, natijasiz oxirlashibdi. Chunki u cho'ng toshlarning ostidan kelgan ishlayotganlarning hayotini xatarga ishtirgidek darajadagi ko'ydirgichi bir havo iqimi bilan uchirishib qolgan ekan. Taxminan minglarcha yillik bir muddat ichida ba'zi vaqt Yamanning dengiz yuzidan yuksak egizliklardan kelgan shiddatli kalkullarning turtishi bilan bu cho'nqurliq bir vodi holiga kelganmish va Hazrati Ibrohim bir ilohiy plan bilan bu tunji ibodat yerini tirildirish uchun bu rayonga avatilgan ekan. Qur'onda "Men naslimni sening muqaddas uyingning yeniga ziroat terig'ili bo'lmaydigan bir vodiga yerlashtirdim" deyishidinmi bizga berilgan bu haqdagi xabarlar bor. Kaaba Hazrati Ibrohim va o'g'li tarafidan ichida ibodat qilinish uchun bino qilinganda Hazrati Ibrohim Allohning amri bilan insonlarni bu yerga ziyoratga kelishga chaqirgan edi. Bu chaqiriq Allohning nazarida shunda qabul qilinganki, qurg'uvchisining o'limidan minglarcha yildan keyinmi dunyoning to'rt bir tarafidan insonlar bu misranglik qaqas va qurg'oq ziminga suyunish ko'z yoshlari bilan bir kalkundek eqib kelishni davom qilmoqda. Yuqorida sızgan Makka coğrafiyasının rasmini ko'z oldimizga keltirgach, shu savolni har bir inson o'zidan so'rashi kerak. 1000 yillik umrim bo'lsa va umrim bo'yicha dunyoni kezib sayohat qiladigan imkonim bo'lsa, dunyoning jannatdek sohillari, o'rmonliqlari, hayvatlik tog'lari,
zumret suluq ajoyib go'zal ko'llari, chimanzor yeshil bog'lari, ichida Kevser suvlari oqadigan chiroyli o'stanglari va tabiiy jannatlari borkan, birinchi safarimni bu yerga qilarmidim? Bu savolga beriladigan javob Ka'ba bo'lmagan bo'lsa, hargizmu bu yerga qilmaytdim. Bo'lishi mumkin. Undaqda Ka'baning mushundaq bir hech nimasi yo'q jo'grafiyasida bo'lishning ifoda qilmoqchi bo'lgan bir ma'nosi bormikin? Albatta bor. Xuddi beshida sizib chiqqan dunyo modelida bo'lgandek, buning bermoqchi bo'lgan uchuri mundaq. Allah bir yerni muqaddas qilsa, insonlarni u yerga mabtun qiladi. Xohlasang, u yer insonning hayot kechirishiga nomuvofiq, qurg'oq va qaqas yer bo'lgan taqdirdimi? U holda, ey insonlar, Allohga yarg'udek bo'lishingizga ahamiyat bering. Uni rozi qilsangiz, boshqa ahvolingizning qandoq bo'lishi unchalik muhim emas. Chunki ulug'lashmu muiz, past qilishmu muzil Allohga oiddir. U bir insonni aziz qilsa, dunyo olam birlashsa uni razil qila olmaydi. G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. 63-sura Munofiqun 8-oyat.